Chilgan sayni ügütüp qo'ygan bo'lsangiz deb nurg'un session qilib ketdinglar. Bugun do'stlarga Hangola balsay chilash usulini ilib keldim. Bu sayni chilashda eng muhim diqqat qilgan nuqta dal mushu jag'ni tayyorlash bosqichi do'stlar. Amsa ko'ngil qo'yib ko'ringlar. Bir tarafdan ko'gash, bir tarafdan haqsiz yurakni aymay berayotgan bo'lsanglar do'stlar. Avval mau 3 qo'ychanga kelgan balsayni o'ttirdan 2 parcha qilib olamiz. Yana kesib 4 parcha qilib bo'lib olamiz. Endi bo'lsa do'stlar, ko'rimizga muvofiq suv qo'yib, tuzdan 3-4 qo'shiq atrofida silib, qo'limiz bilan toza yaxshi aralashtirib etgandan keyin parchalab tayyorlangan balsaylarni silib, 1-2 soat atrofida qo'yib qo'yamiz. Buninggacha biz qiyamga ketgan narsalarni to'g'rab tayyorlab olaylik. Ko'rganinglardek samsoq bilan olmani ushshaq qilib to'g'rab oldim. Sal rangliroq chiqsin deb cho'chaydan mazroq tayyorlab olibman. 1 soatdan keyin qarg'idek bo'lsa, balsay mushalatga keldi do'stlar. Pak suv bilan 3-4 qitim mushundaq yenish-yenishlab chayqab olamiz. Nimaga bundoq jiq chayqaymiz deganda, balsaydagi qirtaqtamni chiqarib etamiz. Qiyam tashlash bosqichi o'tib ketdik. Qaznimizga 1,5 piyola atrofida suvni quyib, suv qizimasdan lam nomifandan 2 qo'shiq sap yaxshi aralashtirib olamiz. Mushundaq sal quyuqroq holatga kelganda uvoq lazdan 2 qo'shiq, ya'ni rang laz deb qo'yamiz, rang lazdan 1 qo'shiq, yarim qo'shiq jijing, 2 qo'shiq shakar, 1 qo'shiq tuzni solgandan keyin yaxshi aralashtirib olamiz. Oxirida men izib tayyorlab olgan olmani soldim. Mana do'stlar, qiyamni tayyorlab oldik. Shunchalik o'xshab ketdi-ya bu qiyam. Cho'chaynimi silib, azroq so'yitib olgan qiyamni ustiga ham qo'ydim. Buningdek qiyamlarni ar-arasigacha ilib surkaymiz. Balsayni mavchilga vaqtlar biroqlam kesib ayirib olsanglarmi bo'ldi. Men buningdek qilib chiladim. Endi o'zinglarning yoqtirishga qarta qilsanglar buni berdi, do'stlar. Mana do'stlar, bizning o'xshagan Hangola balsay tayyor bo'ldi. 20 minut qilib qo'ygandan keyin iste'mol qilsak buni berdi. Qish kunlari asonlik quruq issiq bo'lib qolamiz. Shunga do'stlar, sizlarni uyda sinab boqsanglar bo'ladi. Yoqtirgan bo'lsanglar, oxirida filmimga yurak berib atgandan keyin meni go'nja qo'yishni unutib qolmanglar. Kelarki videolarni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.